Agar umuman tish yo'q bo'lsa, 15 yil oldin bu faqat olinadigan protez bo'lgan bo'lsa, bugungi kunda 4 ta yoki 6 ta implant o'rnatiladi va hech qachon olinmaydigan konstruksiya mustahkamlanadi. agar yuqori jag'da tish bo'lmasa, 15 yil oldin suyak to'qimasi o'stirilardi, 6 oy bu uchun kutilardi, undan keyin implant qo'yilardi va yana 4 oy kutilib, keyingina doimiy koronkalar o'rnatilardi. Hozir bo'lsa suyak to'qimasi deyarli o'stirilmaydi. Bir kunning o'zida implant o'rnatilib va shu kunning o'zida vaqtinchalik koronka qo'yib beriladi. tishni oliblar implant qo'yish. 15 yil oldin tish faqat olib tashlanardi va u yerda suyak to'qimasi tiklanish uchun biz ma'lum bir muddat kutardik, 2 yoki 4 oy. Undan keyin implantatsiya qilinardi. Hozir kecha kunduzda bo'lsa, tishni olib tashlagan zahotiyoq bemalol implant qo'yamiz va ustiga vaqtinchalik koronka qo'yib beramiz. Sizga ham 15 yil oldingi eski usullarda emas, hozirgi zamonaviy usullarda stomatologik xizmatlar kerak bo'lsa, Smile Design klinikasiga bemalol murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi.